O dadasi nima qo'rqasiz mamman-ku? Nanga yursandingmi? iPhone kerak, bachazing ko'tida ishdan qolmagan kerak, yangi paplen chiqqan shundan kerak. Keyin u bir yangi gaz olishimiz kerak. Tirnog'imni ishlab keltirishim kerak, kipriga borishim kerak. Kim birinchi gapirsa o'zi shu narsalarni o'zi oladi. Alo. Ana, gapirdingiz, ana endi siz olib berasiz. Unangimga. Xotin, iPhone. Mana bu pillon. Bu dadasi buni qayerdan oldingiz? Pulingiz yo'q-ku. O xotin, bu narsalarni olish uchun menga pul kerak emas. Chunki menda Infin baraka muddatli to'lov kartasi bor. Puli yo'q kartadan dadasi buncha narsani kim beradi sizga? O xotin, sen tushunmayapsan. Infin baraka muddatli to'lov kartasi bilan Luboy magazinga kirib, pulimiz yo'q bo'lsa ham narsa olib chiqib ketib bilamiz. Tushunayapsan? Masalan, oziq-ovqat bo'lmasa, uyimizda pulimiz yo'q bo'lsa ham bozorga borib oziq-ovqat olib kelishimiz mumkin. Tushunding? Yoki bizlar uyimizda televizor bo'lmasa, pulimiz bo'lmasa ham televizor olib kelib bilamiz. Luboy magazindan. Bu karta orqali restoranni ham to'lov qilsak bo'ladi. Tushunayapsanmi? Keyin boshqa davlatlarda ham ishlaydi. Bitta O'zbekistonda emas. Boshqa davlatlarda gastinitsiya to'lovi yoki xarajatlarga to'lov qilsa bo'ladi. Keyin u pullarni qaytarib ham berish kerak-da. Ha, yemi qaytaramiz. 24 oygacha bo'lib to'lasak bo'ladi. Ana dadasi. Ana endi Infin baraka kartangiz bilan Vyetnamga ketamiz. Undan chiqib Maldiv orollariga, undan chiqib Gruziyaga, Persatga etib bir kurga aylanib chiqamiz. Undan keyin qayerga ketsak ekan? Yana qaysi davlatlar bor-da? Kim birinchi gapirsa, nari xonada uxlaydi. Men gapirdim, men ketdim.